Sotuv вообще o'lgan. Qachon zakaz olganimni eslolmayman ham. Ofisdamisiz hozir? Ofis, вообще ofis degan narsani o'zi yo'q. Men Jigulimda o'tirib gaplashaman mijozlar bilan. Kimdir ajdani tushyapti, qoraman hozir. Alo. Assalomu alaykum, bezovta qildimmi? Gapiravering aka, vaqtim olib bo'ldingiz-ku. Xullas beton zakaz qilgan edik sizlardan. Zakaz? Ha, zakaz. Qachon bo'lgandi zakaz? 5 kun oldin qilganmiz aka, bo'lib qolmadimi? Qanchaga? Anchaga chiqaraverasizlarmi tezroq? Ha, bo'ldi aka. Beton o'sha yo'lda boryapti aka hozir. Qo'ramiz. Voy, xayoldan chiqib ketdi вообще bu zakazi. 5 kun oldin zakaz bo'lgan. Zavod nomeri nechi endi? Anaqa xullas 5 kun oldin zakaz bo'lganda mana shu bitta nomer beraman hozirlarga, o'zingizlar gaplashib olasizlar. Qanchaga zakaz bo'lgan, qanaqa marka gaplashib, agar hali ham olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, o'sha odamga chiqarib yuboringlar. Ancha bo'lib qoldi zakaz olinganiga. Meni xayolimdan ham chiqib ketibdi bu. Bizda esa buyurtma qabul qilingach, u sotuv bo'limiga yo'naltiriladi. U yerda mutaxassislar buyurtma markalarini o'rganib chiqib, shu talab asosida tayyorlash jarayonini boshlaydilar. Har bir buyurtma maxsus ilova orqali individual tarzda kuzatib boriladi va mijozga uzluksiz yetkazib berilishi ta'minlanadi. Hurmatli mijoz, buyurtmangiz qabul qilindi. Buyurtmangizda maxsus botimiz orqali qaysi jarayon ketayotganini kuzatib turishingiz mumkin.